Hadisda Alloh taolo farzlarni buyurdi, farzlarni ma'lum qilib qo'ydi, unga bee'tibor bo'lmanglar dedilar. Ikkinchisi, had hududlarni belgilab qo'ydi. O'sha haddingizdan oshmang, uni buzmang, tajovuz qilmang. Uchinchisi, Parvardigor olam ma'lum bir narsalarni, ma'lum bir holatlarni, hayotimizda uchrashi mumkin bo'lgan holatlarni harom qildi. Ba'zi bir yemaklarni, ba'zi bir ichimliklarni man qildi. Aytaylik, ba'zi bir yurish turishlarni harom qildi. Zinoni, fahshni, munkarni, o'g'irlikni, poraxo'rlikni, jinoyatning, birovning haqqiga tajovuz qilishni man qilib qo'ydi, harom qildi. Mana shu narsalarga yaqinlashmang. Uchinchisi. Endi to'rtinchisi, Alloh taolo esdan chiqargandan emas, balki sizlarga rahmat o'laroq ba'zi bir narsalar to'g'risida indamadimi, sukut saqladimi? O'sha yov narsalar to'g'risida siz chuqurlashib, munozaralar qilib yurmang, bir-biringiz bilan talashib tortishmang deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qilyaptilar. Mana shu hadisni judayam keng qamrovli hadis deganlarning mazmun mohiyatidan ma'lum bir ma'noda bahramand bo'ldingiz, eshitdingiz, tingladingiz. Amallar, buyurilgan amallar bor. Belgilab qo'yilgan chegaralar bor. Yurishimizda, turishimizda, yashashimizda, oilamizda, jamiyatimizda, o'qishimizda, ishimizda, kasbkorimizda, muomala munosabatimizda, safarlarda hammasida belgilab qo'yilgan chegaralar bor. Ey bandam, mana shu chegaradan yursang, shu yo'ldan to'g'ri yurasan. Dunyoda ham xorlik, zorlik ko'rmaysan. Dunyoing ham obod bo'ladi, oxirating ham obod bo'ladi degan yo'l ko'rsatib qo'yilgan hamma masalada.